biznes puli bor. Shunga chek olishim kerak. Mahallangizda bormi sotilgan chek? Bor, akalar, qo'shnimni cheki bor edi. 14 sotiga yaqin chek edi. Aha. Oshna lakasalari zo'r joyda. Xudo xolasi qarang, Mana mana asfalt bo'lgan, gaz o'tgan, suv suv bormi? bor, kanalizatsiya bor. Hali Andijonda o'zimiz akalar kolodni shunday gaplar, 6 ta kolodni shunday tashlaydi. Eng zo'ri bori yerdan neft chiqadi. Puli necha pul ekan puli? Neft chiqadi. Shuni aytib qo'yavering. Ha, yer osti boyligi bor-ding. Qarang, yuring. Ha, Azizbek. Mana eng qulay joyi oshna. Lakasani qarang. Bog'cha. 30 metr yonida bog'cha. 1 kilometr ham chiqmaydi. Xudo xolasi 28-maktab bor. Bag'da. Ha. Eng qizig'i, Tashlar sentri bor-ku. Tashlar sentridan 14 Damas'ga shunday chiqsangiz, ayaq sayiga tushasiz. Chetdan o'tadi. Chetdan o'tadi. 14 Damas yo'nalishida. Xudo xolasa. Lakasalari zo'r. Eng qizig'i, haligi bor-ku, propan ustanovkasining legenda ustaxonasi ham mana meta Ha, joylashgan. chetda-ding. Ha. Ustaxonani yon yerida. Chiroyli bitta joy qilsangiz, oshna joylari zo'r. Bemalol kelib, akalar kimga zarur bo'lsa, mana shu video manfaatli bo'lish uchun like, kommentariya bossalang, chek oladiganlarga yetib boradi shu videomiz. Xudo xolasa